Belarus hududida o'zbekistonlik fuqarolarni vaqtinchalik mehnat qilish to'g'risidagi kelishuvga erishildi. Shumanaylik aziyati tufayli prezident yangi stipendiya e'lon qildi. Qozog'istonda yana bir savdo uyi ochildi. Assalomu alaykum. O'tgan haftadagi muhim xabarlarni yoritish maqsadida biz hafta dayjestini boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Belarus Respublikasi Prezidenti Aleksandr Lukashenkoning taklifiga binoan 8-9 iyul kunlari rasmiy tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Birinchi kunning o'zida ikki mamlakat prezidentlari tor doira va rasmiy delegatsiya a'zolari ishtirokida muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari keyingi yillarda O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilganini alohida ta'kidladi. Shu bilan birga endi o'zbekistonliklar Belarusga ishlash uchun borishi mumkin bo'ladi. Belarus hududida O'zbekiston fuqarolarini vaqtinchalik mehnat qilish to'g'risida kelishuv imzolandi. Belarus mehnat va ijtimoiy himoya vaziri Andrey Libovichning ma'lum qilishicha, ushbu kelishuv orqali o'zbekistonlik ishchilar mamlakatda mehnat qonunchiligi doirasida, xususan mehnatga haq to'lash bo'yicha kafolatlarga ega bo'ladi. Shuningdek, so'nggi 5 yilda savdo ko'rsatkichi qariyb 3 barobarga oshib, o'tgan yil yakuniga ko'ra qariyb 1 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning o'tgan davrida uning hajmi yana 30% ga oshgan va 360 ta qo'shma korxona muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. 32 ta yangi avtobus Nukus shahriga olib kelindi. Mamlakatimizda barcha sohalar qatori transport sohasida ham ko'plab yangilanish va o'zgarishlar amalga oshirilib, xalqimizga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tadbirlar qatorida Nukus shahrida aholiga sifatli jamoat transport xizmatini ko'rsatishni yo'lga qo'yish, harakat tarkibini yangilash, yo'lovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida Faiz Avangard mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 32 dona avtobus olib kelindi. Qozog'istonda yana bir maxsus savdo uyi ochildi. Avvalroq Qozog'iston Respublikasining Aqtau shahrida Qoraqalpog'istonda yetishtirilgan va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish maqsadida maxsus savdo uyi ochilgan edi. Endi Aqto'be viloyati Aqto'be shahri Toblis Alani ulgurji savdo hududida yana bir maxsus savdo uyi ochildi. Bu yerda yurtimizda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat va boshqa yo'nalishlar bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish yo'lga qo'yilmoqda. Savdo uyida maxsus savdo rastalari, muzlatgichli omborxonalar, qulay infratuzilma yaratilgan. Qoraqalpog'istonga yangi 120 dona transformator punktlari olib kelinadi. Prezident qarori bilan 2025-2029 yillar oralig'ida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Surxondaryo viloyatida Jahon bankining 50 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lari hisobidan past kuchlanishli 0.4-110 kilovat tarmoqlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonda jami 219 dona transformator punktlari, 7 dona yacheyka hamda 8 dona taqsimlash punktlari rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari olib borilishi rejalashtirilgan. Shundan bugungi kunga qadar amalda 212.8 kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 23 dona transformator punktlari o'rnatilib, qurilish-montaj ishlari davom ettirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida 2026-yili 102 milliard so'mga yaqin mablag' hisobidan Qoraqalpog'istonda 462.5 kilometr elektr uzatish tarmoqlari, 8 dona taqsimlash punktlari, 6 dona yacheyka va 118 dona transformatorni yangidan o'rnatish belgilangan. Bugungi kunda obyektlarning loyiha smeta ishlari yakunlanib, qurilish-montaj ishlari boshlash uchun zarur materiallar to'planmoqda. Bugun ushbu loyihadagi ishlar doirasida 8 dona transformator punktlari Qoraqalpog'istonga olib kelindi. Yana 110 ta transformator olib kelinadi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasida o'tkazilgan bayram tadbirida iqtidorli yoshlar prezidentga o'zlarining innovatsion loyihalarini taqdim etgan edi. Tadbir davomida kelajak muhandislari xalqaro festivali doirasidagi yangi avlod avtomobillari yo'nalishi g'olibi Nukus davlat texnika universiteti talabasi Ayzada Asanova prezident sovg'asi Volkswagen avtomobili bilan taqdirlangani haqida xabar bergan edik.
Azidaning aytishicha, u prezident bilan bo'lib o'tgan suhbatidan so'ng ayol qizlar uchun IT texnologiyalari yo'nalishida yangi stipendiya e'lon qilgan. Nukus shahriga yetib kelgandan so'ng uni Jo'qorg'i Kengash raisi Amanbay O'rinbayev va bir qator mas'ul rahbarlar kutib oldi va prezident sovg'asini Jo'qorg'i Kengash raisining o'zi topshirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xush xabarlarga to'la bo'lsin.